Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men avgust oyida pensiya indeksatsiyasi bo'yicha eng ko'p berilayotgan savolga aniq javob beraman. Kimning pensiyasi oshadi, kimniki oshmaydi, kim esa oshganini sezmasligi mumkin. Bu ma'lumot juda muhim. Chunki gap har oy oilaning ro'zg'origa kiradigan pul haqida ketyapti. Bitta noto'g'ri tushuncha sabab odam menga ham qo'shilishi kerak edi deb o'ylar davomida kutib yurishi yoki aksincha o'ziga tegishli pulni talab qilmay qolishi mumkin. Shuning uchun hozirroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing va oxirigacha ko'ring. Chunki men bugun masalani oddiy tilda, misollar bilan kim xavotir olishi kerak, kim esa bemalol kutishi mumkinligini tushuntirib beraman. Avvalo indeksatsiya deganda nimani tushunamiz? Juda oddiy qilib aytsam, indeksatsiya bu pensiya miqdorining narxlar o'sishi. Bazaviy hisoblash miqdorlari o'zgarishi yoki davlat tomonidan belgilangan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari asosida qayta ko'rib chiqishdir. Ya'ni kecha bir xil pulga ko'proq mahsulot olish mumkin bo'lgan bo'lsa, bugun narxlar oshgani sabab pensionerning xarid qobiliyati kamaymasligi uchun pensiya ma'lum foizga oshiriladi. Oldin odamlar buni juda sodda qabul qilardi. Pensiya oshdi degani, demak, hammaning kartasiga bir xil foizda ko'proq pul tushadi. Lekin amalda bunday emas. Pensiyaning turi bor, tayinlangan sanasi bor, to'lov holati bor, ushlab qolishlar bor, qayta hisob-kitob bor, hujjatdagi xatolar bor. Shu sabab ayrim pensionerlar avgustda ko'proq pul oladi, ayrimlari o'zgarishsiz oladi. Ayrimlarida esa qog'ozda oshgan bo'lsa ham kartaga tushgan summa deyarli farq qilmaydi. Men bu joyda eng muhim narsani alohida aytaman. Indeksatsiya bu har bir odamga avtomatik tarzda bir xil pul qo'shiladi degani emas. Indeksatsiya qaysi pensiya turiga, qaysi davrdan boshlab, qaysi hisob-kitob bazasiga va qaysi rasmiy qarorga nisbatan qo'llanayotganiga bog'liq. Shuning uchun qo'shnimga qo'shilibdi, menga qo'shilmabdi degan gap bilan darhol xulosa chiqarish noto'g'ri. Avvalgi yillarda ko'pchilik pensionerlar pensiya oshishini asosan ikki holatda kutardi. Davlat umumiy oshirish e'lon qilganda yoki odam qo'shimcha ish staji, ish haqi, imtiyoz, nogironlik guruhi, o'quvchisini yo'qotganlik kabi hujjatlarni taqdim etib pensiyasini qayta hisoblatganda. Ya'ni oshish ko'pincha umumiy qaror yoki shaxsiy hujjat asosida bo'lardi. Hozir esa odamlar avgust indeksatsiyasi deganda turli narsalarni aralashtirib yuboryapti. Biri umumiy indeksatsiyani nazarda tutadi. Biri ishlovchi pensionerlar bo'yicha qayta hisob-kitobni nazarda tutadi. Biri minimal pensiya yoki ustama o'zgarishini nazarda tutadi. Yana biri nafaqa va kompensatsiyalarni pensiya bilan bir xil deb o'ylaydi. Mana shu chalkashlik eng katta muammo. Masalan, pensionerning asosiy pensiyasi 1.200.000 so'm bo'lishi mumkin. Unga qo'shimcha ustama, kompensatsiya yoki boshqa to'lov ham qo'shilishi mumkin. Agar indeksatsiya faqat asosiy pensiya qismiga qo'llansa, odam jami oladigan pulning hammasi bir xil foizga oshmaydi. Shu sabab odam yon foiz deyishdi, nega mening pulim yon foizga oshmadi deb hayron bo'ladi. Sababi indeksatsiya bazasi jami kartaga tushadigan summa emas, aynan belgilangan pensiya qismi bo'lishi mumkin. Yana bir misol. Bir pensioner 900.000 so'm pensiya oladi. Ikkinchisi 2.500.000 so'm oladi. Agar indeksatsiya foizda bo'lsa, ko'proq pensiya oladigan odamda qo'shimcha pul ham ko'proq ko'rinadi. Agar oshirish minimal miqdorga bog'liq bo'lsa, kam pensiya oladiganlarda o'sish sezilarliroq bo'lishi mumkin. Demak, faqat qo'shning summasiga qarab o'zingiznikini baholash to'g'ri emas. Endi asosiy savolga o'tamiz. Kimlar odatda xavotir olmasligi kerak? Birinchidan, pensiyasi rasmiy tayinlangan, to'lovlari to'xtatilmagan, hujjatlari joyida, bank kartasi yoki pochta orqali muntazam pensiya olayotgan pensionerlar. Agar avgust indeksatsiyasi aynan ularning pensiya turiga taalluqli bo'lsa, odatda bunday oshirish alohida arizasiz avtomatik hisoblanadi. Ya'ni har bir pensioner borib alohida ariza yozishi shart bo'lmaydi. Ikkinchidan, yoshga doir pensiya olayotgan va pensiyasi amaldagi qoidalar bo'yicha umumiy indeksatsiya doirasiga tushadigan fuqarolar. Masalan, 65 yoshli otaxon har oy 1.600.000 so'm pensiya olayotgan bo'lsa, uning pensiyasi to'xtatilmagan bo'lsa, ijro varaqasi bo'yicha katta ushlab qolish bo'lmasa, hujjatlarida muammo bo'lmasa, indeksatsiya qo'llansa, u odatda oshgan summani belgilangan to'lov kunida ko'radi. Uchinchidan, nogironlik pensiyasi oluvchilar. Agar rasmiy oshirish qarorida nogironlik pensiyalari ham qamrab olingan bo'lsa, bunday pensiyalar ham qayta hisoblanadi. Lekin bu yerda bitta muhim nuqta bor. Nogironlik guruhi muddati tugagan
qayta tibbiy ko'rikdan o'tmagan yoki hujjatlari tasdiqlanmagan bo'lsa, to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Bunday holatda muammo indeksatsiyada emas. Pensiya huquqining davom etishini tasdiqlovchi hujjatda bo'ladi. 4-dan boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oluvchi oilalar. Masalan, voyaga yetmagan farzand otasi yoki onasidan ayrilgani uchun pensiya olayotgan bo'lsa, indeksatsiya ushbu pensiya turiga ham tegishli bo'lsa, to'lov avtomatik qayta hisoblanishi mumkin. Ammo bola 25 yoshga to'lgan, kunduzgi ta'limda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma vaqtida topshirilmagan bo'lsa, to'lovda uzilish bo'lishi mumkin. Bu ham pensiya oshmadi degani emas, balki hujjat asosida to'lov holati tekshirilishi kerak degani. Endi eng muhim qism, kimning pensiyasi avgustda oshirilmasligi mumkin? Birinchi toifa. Indeksatsiya boshlanadigan sanadan keyin pensiya tayinlangan fuqarolar, masalan, indeksatsiya avgustdan kuchga kiradi. Fuqaroning pensiyasi esa 15 avgustda yoki sentabrda tayinlanadi. Bunday holatda uning pensiyasi allaqachon yangi bazalar asosida hisoblangan bo'lishi mumkin. Yoki indeksatsiya unga alohida qo'shimcha oshirish sifatida qo'llanmasligi mumkin. Odam avgustda hamma pensiya oshdi. Menga nega qo'shilmadi deb o'ylaydi. Aslida uning boshlang'ich pensiya miqdori yangi tartib bilan belgilangan bo'lishi ehtimoli bor. Ikkinchi toifa pensiya emas, boshqa turdagi nafaqa yoki yordam puli olayotganlar. Ko'pchilik barcha ijtimoiy to'lovlarni pensiya deb ataydi. Masalan, bolalar nafaqasi, moddiy yordam, ayrim kompensatsiyalar, mahalla orqali beriladigan yordamlar pensiya indeksatsiyasi bilan bir xil tartibda oshmasligi mumkin. Agar rasmiy qarorda aynan pensiyalar haqida gap ketgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda barcha nafaqa va yordam pullari ham oshadi degani emas. Uchinchi toifa pensiya to'lovi to'xtatilgan yoki vaqtincha ushlab turilgan fuqarolar. Masalan, pensioner uzoq muddat pensiyasini olmagan, yashash joyi, bank rekviziti, shaxsni tasdiqlovchi hujjati yoki boshqa ma'lumotlar bo'yicha aniqlashtirish talab qilingan bo'lishi mumkin. To'lov to'xtab turgan davrda indeksatsiya qog'ozda hisoblanishi mumkin, lekin odam kartasida oshgan pulni ko'rmaydi. Bunday vaziyatda asosiy ish pensiya bo'limiga borib, to'lov nega to'xtaganini aniqlashtir. 4-toifa ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolish bor pensionerlar. Masalan, qarzdorlik, aliment, kredit bo'yicha sud qarori yoki boshqa ijro varaqasi mavjud bo'lsa, pensiyadan ma'lum qismi ushlab qolinishi mumkin. Tasavvur qiling. Pensioner oldin 1 million 500 ming so'm olgan. Indeksatsiyadan keyin pensiya 1 million 600 ming so'm bo'lgan. Lekin undan har oy 300 ming so'm ushlab qolinayotgan bo'lsa, kartaga tushgan summa odam kutgan darajada oshmaydi. Ba'zan oshgan qismning katta qismi ushlab qolishlar ichida ko'rinmay ketadi. Bu holatda pensiya oshmagan emas, balki sof qo'lga tegadigan summa ushlab qolish sabab kam ko'ringan bo'ladi. 5-toifa. Ortiqcha to'langan pensiya qaytarib olinayotgan fuqarolar. Amaliyotda shunday holatlar bo'ladi. Avval noto'g'ri hujjat, noto'g'ri ma'lumot yoki kechib xabar qilingan o'zgarish sabab pensiyaga ortiqcha pul to'langan bo'ladi. Keyin bu summa ma'lum oylar davomida pensiyadan ushlab qolinadi. Avgustda pensiya oshsa ham ushlab qolish davom etsa, odam menga oshmadi deb o'ylaydi. Aslida esa hisob-kitob varaqasida oshgan summa ham, ushlab qolingan summa ham alohida ko'rinishi kerak. 6-toifa pensiya huquqi hali to'liq rasmiylashmaganlar. Masalan, odam pensiya yoshiga yetgan, lekin ariza bermagan, ish staji hujjatlarini to'plamagan, arxiv ma'lumotlari kelmagan yoki ish haqi bo'yicha ma'lumotnoma hali tasdiqlanmagan. Bunday odam, men ham pensionerman, menga avgust oshishi tegadimi deb so'rashi mumkin. Men bunday vaziyatda shuni aytaman. Avval pensiya rasmiy tayinlanishi kerak. Pensiya tayinlanmagan bo'lsa, indeksatsiya haqida gapirish erta. Keling, bir nechta hayotiy misolni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, Zaynab opa yoshga doir pensiya oladi. Oylik pensiyasi 1 million 400 ming so'm. Indeksatsiya natijasida uning pensiya qismi masalan 10% ga oshirilsa, yangi miqdor 1 million 500 ming so'm bo'lishi mumkin. Agar boshqa ushlab qolishlar bo'lmasa, Zaynab opa taxminan 1,4 ming so'm farqni ko'radi. Bu eng oddiy holat. Ikkinchi misol, Karim aka 2 million so'm pensiya oladi, lekin undan ijro varaqasi bo'yicha har oy 4 ming so'm ushlab qolinadi. Indeksatsiyadan keyin pensiya 2 million 200 ming so'm bo'ldi, deylik. Lekin ushlab qolish davom etayotgan bo'lsa, kartaga tushadigan pul 1 million 800 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Karim aka, mening pensiyam atigi 200 ming oshishi kerak edi, lekin qo'limga ko'p farq tushmadi deb o'ylaydi.
Bu yerda to'liq miqdor va qo'lga tegadigan miqdorni ajratish kerak. Uchinchi misol Dilbar opa nogironlik pensiyasi oladi. Lekin uning tibbiy ko'rik muddati iyul oyida tugagan. U avgustda pensiya oshishni kutadi, ammo to'lov kechikadi. Bunday vaziyatda muammo indeksatsiyada emas. Avval nogironlik guruhi davom etayotganini tasdiqlash. Tegishli hujjatlarni topshirish kerak. Hujjat yangilangandan keyin to'lov va qayta hisob-kitob masalasi alohida ko'rib chiqiladi. 4-misol Rustam aka iyul oyining oxirida pensiya yoshiga yetdi. Hujjatlarini avgustning o'rtasida topshirdi. U avgustda pensiya oshdi. Menga ham oshirilgan pensiya beriladimi deb so'raydi. Bu yerda uning pensiyasi qaysi sanadan tayinlangani, qaysi hisob-kitob ko'rsatkichlari qo'llangani va hujjatlar qachon to'liq qabul qilingani muhim. Agar pensiya yangi miqdorlar asosida tayinlangan bo'lsa, unga yana alohida avgust oshi qo'shilmasligi mumkin. 5-misol. Sayda opa boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini farzandi uchun oladi. Farzandi 11 yoshga to'lgan, lekin kollej yoki oliy ta'limda kunduzgi o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topshirilmagan. Natijada to'lov to'xtashi yoki aniqlashtirilishi mumkin. Sayda opa pensiya oshmadi deb o'ylaydi, ammo aslida avval o'qish ma'lumotnomasini topshirish kerak. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat. Pensiya oshi va to'lov sanasi bir xil narsa emas. Indeksatsiya 1-avgustdan kuchga kirishi mumkin, lekin pensionerning kartasiga pul uning odatdagi to'lov kunida tushadi. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtaxirida. Shuning uchun birinchi kunning o'zida menga tushmadi deb vahima qilish kerak emas. Ikkinchi nozik jihat, bank xabarnomasi har doim to'liq ma'lumot bermaydi. SMSda faqat kartaga tushgan summa ko'rinadi. Unda pensiyaning asosiy miqdori qancha bo'ldi, qancha ushlab qolindi, qaysi qismi kompensatsiya, qaysi qismi pensiya ekanini ko'rmaysiz. Shuning uchun bahsli vaziyatda bank SMSiga emas, pensiya bo'limidagi hisob-kitob ma'lumotiga tayanish kerak. Uchinchi nozik jihat, hamma oshish foizda sezilmaydi. Masalan, ayrim hollarda minimal miqdorlar, ustamalar yoki alohida toifalar uchun to'lovlar o'zgaradi. Bunday vaziyatda yuqori pensiya oladigan odamda farq kam ko'rinishi, past pensiya oladigan odamda esa farq ko'proq sezilishi mumkin. Bu xato emas, hisoblash tartibining natijasi. 4-nozik jihat. Ish staji va ish haqi hujjatlari pensiya miqdoriga ta'sir qiladi, lekin ular indeksatsiya bilan bir narsa emas. Agar sizda qo'shimcha stajni tasdiqlovchi arxiv hujjati topilgan bo'lsa, bu pensiyani qayta hisoblash uchun asos bo'lishi mumkin. Lekin bu avgust indeksatsiyasi emas, alohida qayta hisob-kitob. Shuning uchun murojaatda pensiyamni indeksatsiya qiling deb emas. Qo'shimcha ish stajimni hisobga olib qayta hisoblab bering deb yozish kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, boshqa hududga ko'chish, bank kartasini almashtirish, pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgarishi ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Masalan, pensioner eski karta muddati tugaganini bilmaydi yoki bank rekviziti yangilangan bo'ladi. Pensiya oshgan bo'lsa ham texnik sabab bilan pul kech tushishi mumkin. Bunday holatda avval bankdan karta holatini, keyin pensiya bo'limidan to'lov topshirig'i yuborilmaganini tekshirish kerak. Endi nima qilish kerak? Men pensionerlarga va ularning farzandlariga juda aniq tartibni tavsiya qilaman. Avvalo, odatdagi to'lov kuningizni kuting. Agar siz har oy 12 sana atrofida pensiya olsangiz, 1-avgust kuni kartani tekshirib xulosa chiqarmang. To'lov kuni kelgandan keyin summa oldingi oy bilan solishtiriladi. Keyin oldingi oyda qancha pensiya olganingizni yozib qo'ying. Faqat SMSga qarab emas, imkon bo'lsa bank ilovasidan yoki bankdan ko'chirma oling. Avgustdagi tushum bilan solishtiring. Agar farq bor bo'lsa, lekin siz kutganingizdan kam bo'lsa, darhol oshirmabdi demang. Balki sizda ushlab qolish, qarzdorlik, kompensatsiya tarkibi yoki boshqa hisob-kitob bor. Agar umuman farq bo'lmasa, birinchi navbatda pensiya bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, bank karta rekvizitlari, oldingi va oxirgi to'lov bo'yicha bank ko'chirmasini olib boring. Agar nogironlik pensiyasi bo'lsa, tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari yoki nogironlik guruhi bo'yicha amaldagi ma'lumotlar ham kerak bo'lishi mumkin. Agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandning tug'ilganlik guvohnomasi, o'qish ma'lumotnomasi yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Murojaat qilganda og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Men har doim yozma murojaat qoldirishni maslahat beraman. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin.
menga tayinlangan pensiya bo'yicha avgust oyidagi indeksatsiya qo'llanmaganini, pensiyaning yangi miqdorini ushlab qolishlar mavjud bo'lsa, ularning asosini va kartaga o'tkazilgan sof summani yozma ravishda tushuntirib berishingizni so'rayman. Mana shunday yozsangiz, sizga umumiy gap emas. Aniq hisob-kitob bo'yicha javob berishlari kerak bo'ladi. Agar sizda qo'shimcha ish staji bo'yicha hujjatlar topilgan bo'lsa, alohida ariza yozing. Masalan, eski korxonada ishlaganingizni tasdiqlovchi mehnat daftarchasi yozuvi, arxiv ma'lumotnomasi, ish haqi ma'lumotnomasi, sud qarori yoki boshqa rasmiy hujjatlar bo'lsa, ularning nusxasi bilan topshiring. Bu indeksatsiyadan tashqari pensiya miqdorini oshirish sabab bo'lishi mumkin. Ayniqsa, Sovet davrida yoki eski korxonalarda ishlagan fuqarolarda arxiv hujjatlari topilishi pensiya hisobiga sezilarli ta'sir qilishi mumkin. Agar ushlab qolishlar bo'lsa, ijro byurosi yoki qarzdorlikni yuritayotgan tashkilotdan ma'lumot oling. Pensiya bo'limi ushlab qolish kelgan hujjat asosida amalga oshiradi. Shuning uchun nega pensiyadan ushlayapsizlar degan savolning javobi ba'zan pensiya bo'limida emas, ijro hujjatini yuborgan organda bo'ladi. Siz ushlab qolish miqdori, muddati, qolgan qarz summasi va qonuniy chegarasini aniqlashingiz kerak. Agar bank kartasi bilan muammo bo'lsa, bankka boring. Karta muddati tugamaganmi? Hisob raqami bloklanmaganmi? Familiya yoki pasport ma'lumotlari bank tizimida yangilanganmi? Pensiya tushumi qaytib ketmaganmi? Shularni tekshiring. Ba'zan pensioner pensiya bo'limiga boradi, u yerda pul yuborilgan deyishadi. Bankda esa hisob bilan bog'liq texnik muammo chiqadi. Demak, ikki tomonni ham tekshirish kerak. Agar sizning murojaatingizga tushunarli javob berilmasa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki elektron murojaat tizimi orqali shikoyat yuborish mumkin. Lekin shikoyatda hissiyot emas, fakt bo'lishi kerak. Qaysi oyda qancha olgansiz, avgustda qancha tushgan, qaysi pensiya turini olasiz, qaysi bo'limga murojaat qildingiz, qanday javob oldingiz, nimani tekshirishni so'rayapsiz, barchasini aniq yozing. Faktlar aniq bo'lsa, masala tezroq hal bo'ladi. Men ayniqsa quyidagi fuqarolarga o'z holatini tekshirtirishni maslahat beraman. Pensiyasi kutilgandan kam oshganlar, umuman oshmaganini ko'rganlar, pensiyasi to'satdan kamayganlar, nogironlik hujjati muddati yaqinlashganlar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha farzandi 15 yoshga to'lgan oilalar, ish staji bo'yicha yangi hujjat topganlar, yaqinda pasport yoki bank kartasini almashtirganlar, boshqa hududga ko'chganlar va pensiyasidan ushlab qolish borligini bilmayotganlar. Shu bilan birga xavotirni oshirib yubormaslik ham kerak. Agar sizning pensiyangiz doimiy to'lanayotgan bo'lsa, hujjatlaringiz joyida bo'lsa, to'lov kuni hali kelmagan bo'lsa, darhol xulosa chiqarmang. Avval to'lovni kuting, keyin raqamlarni solishtiring. Undan keyin savol tug'ilsa, rasmiy tushuntirish oling. Eng to'g'ri yo'l shu. Xulosa qilib aytaman. Avgustdagi pensiya indeksatsiyasi hamma uchun bir xil ko'rinmaydi. Kimdadir pensiya aniq oshadi, kimdadir oshgan qism ushlab qolishlar sabab sezilmaydi. Kimdadir hujjat muammosi sabab to'lov kechikadi. Kimdadir esa pensiya allaqachon yangi hisob-kitob asosida tayinlangan bo'lishi mumkin. Eng muhimi, menga qo'shilmadi deb taxmin qilish emas, rasmiy hisob-kitobni tekshirish. Men sizga maslahat beraman. Oldingi oy va avgust oyidagi to'lovni solishtiring. Bank ko'chirmasini oling. Pensiya bo'limidan yozma tushuntirish so'rang. Hujjatlaringizni tekshiring va agar asos bo'lsa, qayta hisob-kitob uchun ariza bering. Shunda siz o'zingizga tegishli pulni yo'qotmaysiz va noaniqlik ichida qolmaysiz. Sizda pensiya avgustda oshdimi yoki o'zgarishsiz qoldimi? Qaysi hududdansiz va qancha farq bo'ldi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqa tomoshabinlar ham real vaziyatni solishtirib ko'rsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling. Chunki men pensiya, nafaqa, imtiyoz va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng kerakli ma'lumotlarni oddiy tilda tushuntirishda davom etaman.